Assalomu alaykum kanalimdagi aziz o'quvchi qizlar. Men sizlarga spitsada cho'k qanaqa olish yo'lini ko'rsatmoqchiman. Mana biz ip olamiz, misol 20 ta 30 ta cho'k olamiz. Ilib olish uchun mana bunaqa iplarni chiqaraveramiz, mana bunaqa qilibdi. Keyin qizlar mana bunaqa qilib to'qishni boshlaymiz, to'g'rimi? Mana 1 2 qilib. Yo'q qizlar, men sizlarga mana bunaqa ortiqcha iplar bu yerda ortib qolmasligi uchun boshqacha yo'lini ko'rsatmoqchiman. Mana spitsani olamiz, bitta spitsani unga mana kerakli joyidan mana ozgina qoladi, chetida ortib qolmaydi. Va aylantiramiz. Keyingi spitsadan ilib olishni boshlaymiz. Mana qizlar qaranglar. Mana yondan olasizlar, keyin bu spitsaga ilib olasizlar qizlar. Mana ikkita bo'ldi. Keyin mana uchinchisini ilib olamiz qizlar. Mana uchinchisini mana ilib oldik. Keyin to'rtinchisini mana ilib oldik. Mana keyin beshinchisini ilib oldik. Mana qizlar. Mana shunaqa qilib sizlarga nechta petla kerak bo'lsa, mana shunaqa qilib ilib olasizlar. Mana bunaqa uzun ortiqcha ipinglar ortib qolmaydi bu yerda uval bo'lib. Mana shunaqa qilib sizlarga nechta cho'k to'qiydigan cho'k petlasi kerak bo'lsa ilib olasizlar qizlar. Shuni men sizlarga tavsiya qildim, maslahatim sizlarga.